Shu kunlarda Uzun tumanidagi Chinortepa arxeologik yodgorligida Samarqand arxeologiya instituti va Xitoyning Shimoli-g'arbiy universiteti hamda Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tadqiqotchilari hamkorligida arxeologik qazishma ishlari olib borilmoqda. Mavzuni Dilnoza Mamariyeva davom ettiradi. Samarqand arxeologiya instituti Xitoyning Shimoliy-g'arbiy universiteti hamda Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti olimlari hamkorligida viloyatimizning Uzun tumanida joylashgan Chinortepa arxeologik yodgorligida 2023-yildan buyon keng ko'lamli qazishma ishlari olib borilmoqda. Ushbu xalqaro ekspeditsiya qadimiy tamaddunlar, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda jamiyat va madaniyatga oid muhim ma'lumotlarni ochishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Qazishma jarayonida turli davrlarga oid sopol buyum va boshqa muhim topilmalar aniqlanyapti va bu topilmalar orqali mintaqaning qadimiy ijtimoiy hayoti va madaniy darajasi haqida muhim ilmiy xulosalar chiqarilishi kutilmoqda. 2019-yildan buyon Chinortepa yodgorligida tizimli ravishda tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'tgan yilgi tadqiqotlarimiz natijasida Chinortepa yodgorligining birinchi va ikkinchi qabriston qismlarini aniqladik. Jumladan yodgorlikning shimoliy qismida birinchi qabriston, yodgorlikning janubiy qismida ikkinchi qabriston aniqlandi. Bu qabrlar turli davrlarga tegishli, bronza, o'rta asrlar va ko'proq antik davrga tegishli. Hozirgi kunda yodgorlikning Shahriston qismida turar joy makonlarini aniqlayapmiz. Bu yerda turli davrga oid, asosan o'rta asrlar va antik davrga oid xonalar qoldiqlari aniqlandi. Chinortepa bunda umumiy maydoni 35 gektardan iborat bo'lib, uning joylashish hududi juda qulay bo'lib, u ham chorvachilik, ham dehqonchilik xo'jaliklari uchun juda qulay hududda joylashgan. Ma'lumot uchun tadqiqotlarda Sardor Ahmedov va Rahim Xudoyberdiyev boshchiligidagi o'zbekistonlik mutaxassislar hamda 12 nafar xitoylik olim va talabalar ishtirok etishmoqda. Arxeologlar qatorida tuproqshunos mutaxassislarning ham jalb etilishi tahlillar samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Chinortepa nafaqat o'tmishning guvohi, balki kelajak avlodlar uchun madaniy va ilmiy boylik manbai hisoblanadi. Albatta, bu tadqiqotlar ikki davlat o'rtasidagi ilmiy aloqalarni mustahkamlash barobarida O'zbekistonning boy tarixiy merosini xalqaro maydonga tanitishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.